Bugun sizlar bilan GAC Aion V modelini texnik taraflarini ko'rib chiqamiz. Qatdan moy to'kiladi-yu, qatdan quyiladi, birgalikda arzor qilamiz. Bizning sharoitda bu GAC Aion V modeli to'liq elektrda 650 km masofa bosa oladi. Bunda gibrid bo'lmagani uchun motor bo'lmaydi. Hozir sizlar bilan reduktor haqida gaplashamiz. Bu mashinaga 245-45R19 razmerli balon tushadi. Carlen moy quyish markazining barcha filiallarida bemalol shunga mos balonlarni topsangiz bo'ladi. Bundan tashqari bu mashinaga kolodkalarni ham topib bera olamiz. Bu mashinaning salon filtri o'zi shunaqa ikki qismga bo'lingan bo'ladi. Aynan bardashoni ikki tarafda turadi. Vazifasi tashqaridagi havoni tozalab, ya'ni filtrlab, salon ichiga toza havo yetkazib beradi. Mashinani kapotda tiydi, 3 ta bachok turadi. Oyna suvniki, ya'ni nezamezaka deymiz xalq tilida, antifrizniki va tormoz sistemasini bachoki, ya'ni suyuqliklarniki. Oyna suviga 3 litrdan 4 litr atrofida suv ketadi. Antifrizni vazifasi o'sha sistemani sovut berish uchun mo'ljallangan va tormoz sistemasi aynan kolodka tormoz suyuqligini normada ushlab turish uchun belgilangan. Mashinani pastga tushib oldik. Tepamda o'sha reduktor joylashgan. Reduktorga 800 gram moy ketadi. Aynan elektromobillar uchun ishlab chiqarilgan EV, ya'ni Electric Vehicle moyini quyish tavsiya qilinadi. Carlentda shu etilgan xizmatlarning hammasi mavjud.